Yalla xayr. Pokiston Afg'onistonning poytaxti Kobulga bergan aviazarbalari oqibatida 250 dan ortiq kishi halok bo'ldi va 400 dan ziyod kishi yaralandi. Bu haqda Tolo News xabar berdi. Hujum 16-mart kuni kechqurun sodir bo'lgan. AFP nashri Kobulda bir nechta kuchli portlashlar yuz bergani, shahar osmonida harbiy samolyotlar paydo bo'lgani va havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushgani haqida ma'lum qilgan. Tolo News telekanali e'lon qilgan video yozuvlarda Kobuldagi giyohvandlarni reabilitatsiya qilish shifoxonasiga tashlagan bomba parchalari ko'rsatilgan. Tolibon hukumati vakili Zabihullo Mujohid X tarmog'idagi sahifasida Pokiston harbiylari yana bir bor Afg'oniston havo hududini buzgani haqida yozdi. U Pokistonni Kobuldagi reabilitatsiya markaziga hujum qilishda ayblab, bu zarbani jinoyat va g'ayri-insoniy harakat deb atagan. Pokiston axborot va teleradio eshittirish vazirligi esa Zabihullo Mujohidning so'zlarini rad etib, operatsiya Kobul va Nangarxordagi afg'on toliblarining texnik jihozlar va o'q-dorilar omborlariga qaratilganini bildirgan. Tomonlar o'rtasidagi navbatdagi keskinlashuv davom etayotgan chegara mojarosi fonida yuz bermoqda. 2021-yil Tolibon harakati hokimiyatga kelganidan so'ng chegaradagi to'qnashuvlar ko'paygan. Afg'oniston va Pokiston Diorand chizig'ining o'tishi borasida bahslashib keladi.